Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning yakuniy dars. Biz odatda faqat uy vazifani bajaramiz, lekin maktabda hozir yakuniy dars kelgan ekan. Shunga keling, 3 ta vazifamizni ishlab ko'ramiz. 71-betni ochsangiz, u yerda bizda 4, 5 va 6 vazifalar bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 4-vazifamizga e'tibor beramiz. Bizda hisoblangda berilyapti va biz bu yerda tartibini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bizda birinchi o'rinda qavs ishlaymiz, ya'ni birinchi qavsimiz bo'ladi. Demak, mana bu bizda 1 bo'ladi. Keyin ikkinchi qavsimizni ishlaymiz. Keyin biz ko'paytirib olamiz, keyin boshda qo'shamiz va oxirida yana bir marta plus qilib olamiz. Endi har bittasini alohida yozib chiqamiz. Demak, birinchisi bizda 76 million. Xo'sh, 76 million 232 ming 600 ni 600 dan minus qilar ekanmiz. Ya'ni minus 52 million 128 ming 91. Xo'sh, minus qilamiz. Sonimiz kichkina emas, shoshilmasdan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda biz 6 dan qarz olamiz. 6 qarz berganda mana bu yerga 10 ni beradi, bu yerga esa 9 ni beradi. Demak, oxirisida 10 ga bergan bo'lsa, 10 minus 1imiz bizda 9 bo'ladi. Ikkinchi nolimiz bizda 9 bo'lib turibdi. 9 minus 9imiz 0 bo'ladi. 6imiz bizda 5 bo'lib qolgan. Ya'ni 5 minus 0imiz 5. Xo'sh, 2 dan minus 8 qilib bo'lmaydi, 3 dan qarz olamiz. Shunda 12 minus 8imiz bizda 4. Xo'p, 3imiz 2 bo'ldi. 2 minus 2imiz 0. 2 minus 1imiz 1. 6 minus 2imiz 4 va oxiri 7 minus 5imiz 2. Ya'ni qo'yadigan bo'lsak, qani ko'raylikchi, 24 million 104 ming 509. Birinchisining javobi bo'ldi. Xo'sh, ikkinchisi demak bizda. Qani ikkinchisi qayda turibdi ekan? Xo'p, voy bu. Ikkinchisi bizda 7 million 658 ming 997 ni minus qilar ekanmiz. Minus 2996. 2996. Xo'sh, hisoblaymiz. 7 minus 1imiz, 7 minus 6imiz 1. 9 minus 9 0. 9 minus 9 0. 8 minus 2imiz 6. Qolgan sonlarimiz tushib keladi. Shunda javobi bizda 7 million 656 ming 1. Xo'sh, uchinchisi bizda. Uchinchi vazifamiz, qani tagiga yozib ketay, kichkina son ekan. Hozir chiqqan sonimizni 10 ga ko'paytirar ekanmiz. Ya'ni qarang. 7 million 656 mingni ko'paytiramiz 10 ga. 10 ga ko'paytiramiz degani o'zi aslida hamma sonni ko'chirib qo'yamiz. Hammasini. Va oxirida 0 ni qo'shib qo'yamiz. Shunda 76 million 560 ming 10 bo'ladi. Bu uchinchisining javobi. Endi to'rtinchisi bizda. To'rtinchisini ishlashda, demak bizda birinchi chiqqan javobni qo'shar ekanmiz mana bu songa. Ya'ni birinchisining javobi bizda 24 million 104 ming 509. Qani 509 ni qo'shamiz 13 million 745 ming 87 ga. Hop, shoshilmasdan ishlang, chunki juda ham oson adashib ketish. 9 plus 7 imiz bizda 6, 16. 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 8 plus 0 imiz 0, 1 imizni qo'shsak 9, 5 plus 0 5, 5 plus 4 9, 0 plus 4 4, 1 plus 7 8, 7 plus 4 plus 3 7 va oxiri 2 plus 1imiz 3. Va javobi bizda 37 million 849 ming 596. Xo'sh, hozir 4 ni ham ishlab bo'ldik. Endi hozir chiqqan javobni biz 3 ni javobiga qo'shamiz. Ya'ni 5 derkanman. Xo'sh, 3 ni javobi bizda necha chiqqanda? 76 million 560 ming 10 qo'shamiz mana bu songa. Yozib olamiz birinchi o'rinda 76 million
560 ming 10'ni qo'shamiz 37 million 849 ming 596 ga. Hisoblaymiz. 0 plus 6'miz 6, 1 plus 9'imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 0 plus 5'imiz 5, 1'imizni qo'shsak 6 bo'ladi. 0 plus 9 9, 6 plus 4 10 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 8'imiz 13, 1'imizni qo'shsak 14 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz. 6 plus 7'miz 13, 1'imizni qo'shsak 14 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz yana. 7 plus 3'imiz 10, 1'imizni qo'shsak 11 bo'ladi. Ya'ni hammasini o'qiydigan bo'lsak, 114 million 409 ming 606. Bu bizning javobimiz bo'lyapti. Xo'p, mana bu javobi sig'armikin? 114 million 409 ming 606. Shoshilmasdan, chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Keyingi vazifaga o'tishdan oldin, hozir videoroligimizga bitta like-ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 5-vazifamizni boshlaymiz. 5-vazifamizni o'qiymiz. Bo'g'inlarning uzunligini o'lchab, siniq chiziqning butun uzunligini toping. Bu siniq chiziqni daftaringizga chizing. Demak, sizning vazifangiz hozir chizib olish. Afsuski, men aniqini ayta olmayman, qaysi bir necha santimetrligini. Siz buni o'zingizni kitobingizdan olib, lineyka bilan o'lchab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, o'lchaganingizda mana N dan boshlab turib, T gacha o'lchab olasiz mana shu joyini. Nechaga tengligini. Masalan deylik, N dan T gacha 10 santimetr bo'ldi deylik, Men taxminan yozib ketyapman. Keyin esa siz B bilan T ni o'lchaysiz, mana bu masofani. B bilan T ni masofasi masalan deylik, bilmadim, 3 ga teng deylik. 3 santimetrga. Keyin oxiri esa B bilan C ni masofasini o'lchaysiz. Yana bir marta aytib o'tib ketaman, bu taxminan. B bilan C gacha deylik 6 santimetrdir. Balkim o'zingiz daftaringizdan, daftaringizdan deyishim, kitobingizdan olib o'lchab olishingiz kerak bo'ladi. Va yozganingizda har bittasini hisoblab olasiz. Ya'ni bizda N bilan T gacha bizda javobi bizda 10 bo'lsa, 10 santimetr bo'lsa, xo'sh, keyin T dan B gacha bizda 3 santimetr va oxiri B dan C gacha bizda 6 santimetr. Ya'ni eslatib o'tib ketaman, bu taxminan. Siz o'zingizni kitobingizda o'lchab oling. Osongina ko'chirib qo'ymanga. Xo'sh, hammasini qo'shadigan bo'lsak, 10 plus 3 plus 6 bo'ladi bizda. Demak, 10 plus 3'imiz 13 plus 6'miz 19 santimetr. Bu taxminan atrofda 19 santimetrda bo'lsa kerak. Telegram obunachilarimizga men bitta topishmoq berganman. Topishmog'imiz bizni dumaloq sariq rangda osmonda sayr qiladi. Bu nima? Javobini bilsangiz, albatta Telegram kanalimizga kirib yozib keting. Eslatib o'taman, Telegram kanalimiz bizni Sanur Maktab. YouTube va Telegram kanalimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 6-vazifamizni o'qiymiz. Devon bigiz suv havzasi 8 burchak shaklda, uning perimetri bo'ylab quvur o'tkazilgan. Rasmdan quvurning uzunligini qanchaligini aniqlang. Demak, bizda 8 burchak chizilgan ekan, e'tibor bering. Bizda sonlari ham berilgan. Xo'sh, tevasi demak bizda 25 berayotgan bo'lsa, demak pasti ham 25 bo'ladi. Pastiga misol uchun 25 m qilib qo'yamiz. Mana bu tarafimiz 20 metr bo'lgan bo'lsa, xo'p, mana bu narigi tarafi ham bu yerda 20 metr bo'ladi. Xo'sh, endi e'tibor bering, mana chekkalari, mana bu chekkalari bizda 4 dona. Mana bu chekkalari 4 dona va har bittasini o'lnaqasi o'lchovi 11 metr ekan. 11 metr ekan. Endi biz hammasi bo'lib jamini topishimiz kerak bo'ladi. Shunda perimetrini aniqlaymiz. Buning uchun nima desak bo'lar ekan? Masalan, qanday qilib yozsam bo'lar ekan buni? P deyman. Xo'p, 25 dan bizda e'tibor bering, birinchi sonimiz 25, eng katta sonimiz 2 dona. Ya'ni yozganimizda biz 25 ni 2 dona bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytirib olamiz. Plus bilan ham ishlasak bo'ladi, lekin ko'paytirishda osonroq bo'ladi. Keyingi sonimiz, endi qarang, bizda 20 sonimiz bor, u ham 2 dona. Bu deganda biz 20 ni ham 2 ga ko'paytirib olamiz.
2 dona. Endi 11 ni qarang. Nechta ekan 11 sanaymiz. 1 2 3 4 ta. Demak, plus qilamiz. Ya'ni 11imizni 4 ga ko'paytirib olamiz. Shunda perimetr chiqadi. Xo'sh, 25 ni biz 2 ga ko'paytirsak, 5 kare 2 imiz 10 bo'ladi. Birni eslab qolamiz. 2 kare 2 imiz 4, birimizni qo'shsak 5 bo'ladi. Demak, bizda birinchisi 50 chiqyapti. Plus qilamiz. Keyin 20 ni biz 2 ga ko'paytirib olamiz. Kalamizni ham ishlasak bo'ladi, oson. Qiyin emas. 0 kare 2 imiz 0, 2 kare 2 imiz 4. Ya'ni 40 bo'lyapti. Va oxirgisi 11 ni 4 ga ko'paytirsak, 4 kare 1 imiz 4, 4 kare 1 4. 44. Endi hammasini bir-biriga qo'shib olamiz. Xo'sh, 50 ni 40 ga qo'shsak, bizda kalamizni ham ishlasak bo'ladi, qiyin emas. Bizda 90 bo'ladi. 90 ni 44 ga ko'paytirsak, keling, plus bilan ishlaylik. Sal kattaroq son chiqyapti. 0 plus 4 imiz 4, 9 plus 4 imiz 13. Ya'ni javobi bizda 134 metr bo'lar ekan. Endi shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Videorolikimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.